Feruz Baxtiyorovich, klinika haqida to'liq ma'lumot bera olasizmi? Albatta, klinikamiz nomi Sentr epileptologiya и nevrologiya имени Kazaryan, ya'ni nevrologiya va epileptologiya sohasiga yo'naltirilgan asosiy markaz Moskvaning o'sha rivojlangan klinikalaridan biri hisoblanadi. Bizni filial, ya'ni Toshkent filiali 3 yil mobaynida o'z ish faoliyatini yuritib kelmoqda. Nevrolog, epileptolog mutaxassislardan tashqari yana qanaqa shifokorlar bor? Nevrolog, epileptolog shifokorlardan tashqari yana bizda psixiatr, neyroxirurg, neyroonkolog mutaxassislari ham mavjud. Yana bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim, ya'ni bizning bemorlarimiz endi Rossiyaga, Moskvaga borib kelishlari shart emas. Bizni filialimizdan turib, o'sha Moskva vrachlari bilan onlayn konsultatsiya o'tkazish imkoniyati mavjud. Masalan, o'sha neyroonkolog, neyroxirurg, psixiatr o'sha konsultatsiyalari kerak bo'lsa, bizni filialimizga kelib, onlayn konsultatsiya o'tkazish imkoni bor. Qanaqa diagnostik tekshiruvlar mavjud? Xo'p, diagnostik tekshiruvlariga kelsak, o'zimizning yo'nalishga o'sha mos bo'lgan, kerakli bo'lgan EEG tekshiruv, ya'ni elektroensefalografiya tekshiruvi mavjud. Bizada video EEG monitoring hisoblanadi. Yana bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Masalan, bizada o'sha video EEG monitoring vrach laborantlar o'tkazishadi. Ya'ni boshqa joylarda ko'p eshitamiz, medsestra, medbratlar o'tkazishganini, bizada o'sha sifatli EEG monitoring bo'lishi va bemorga birinchi yordam ko'rsata olishi sababli vrachlar bu monitoring o'tkazishadi. Bizada 1-2 soatdan boshlab bir necha sutkali video EEG monitoring o'tkazish imkoni bor. Keyin rashifrovkani esa Moskvaning o'sha neyrofiziolog vrachlari tomonidan rashifrovka qilinadi. Ma'lumot uchun sizga katta rahmat. Arzimaydi. Agar sizda ham qo'shimcha shunaqa savollar bo'lsa, bizga murojaat qiling yoki kommentariyalarda yozib qoldiring.